4 sinf Jahon tarixi 21 mavzu Keyingi salib yurishlari 4-salib yurishlari 1202-1204 12-asr oxirida Papa Innokentiy III yangi salib yurishlarini tashkil etishga kirishadi. Salibchilar qo'shinni Venetsiya bilan dengiz orqali kemalarda Falastinga olib o'tishga kelishib, 85 ming kumush marka pul to'lashni zimmalariga oladilar. Kelishilgan pulning deyarli 1/3 qismini to'lay olmagan salibchilar yurishlar boshlanishidayoq Venetsiyaning savdodagi asosiy raqibi Vizantiyaga qarshi urush boshlashga majbur bo'ladi. Urush boshlash uchun esa ukasi tomonidan taxtdan tushirilib, ko'ziga mil tortilgan Isak II Angelga toju taxtni qaytarish bahona bo'ladi. 4-salib yurishi qatnashchilari hisoblangan ritsarlar qo'shini Konstantinopol devorlari ostiga kelib tushadi va 1204-yilda shaharga hujum boshlaydi. 20 minglik qo'shin yarim million aholisi bo'lgan shaharni egallashga muvaffaq bo'ladi. Konstantinopol asos solinganidan buyon ilk bor dushman o'ljasiga aylanadi. Lotin imperiyasi 1204-1261 Lotinlar Vizantiyaliklar salibchilarni shunday nomlaganlar. Vizantiya xarobalarida Lotin imperiyasi deb atalgan davlat tuziladi. Lotinlar salibchi ritsarlar bosib olingan hududlarda o'z tartiblarini o'rnata boshlaydilar. Bu davlatda ham G'arbiy Yevropadagi kabi ritsarlar qasrlari qad ko'taradi. Konstantinopol patriarxi taxtni katolik ruhoniysi egallaydi. Dehqonlar ritsarlarga shaxsiy qaramlikka tushadilar. Vizantiyani zabt etgan ritsarlarning ko'pchiligi tez orada vataniga qaytib ketadi. Lotin imperiyasida qolgan ritsarlar hokimiyatni faqat o'zlarining temir intizomi va uyushganligi bilan ushlab turadi. Ammo mahalliy yunonlarning mardonavor qarshiligi tufayli Lotinlar Vizantiya yerlarini to'liq bo'ysundira olmaydilar. Lotin imperiyasining o'zi ham tez orada bir necha mayda knyazliklarga bo'linib ketadi. Vizantiyaning tiklanishi Vizantiyaliklarning Lotinlarni tez orada haydab yuborishga bo'lgan umidlari zoye ketmagan. Bo'ysundirilgan aholi salibchilarni yoqtirmaganlar, Lotinlar esa o'zaro kelisha olishmagan. Kunlardan birida Nikeyaliklar harbiy bo'linmasi Lotinlarni qo'rqitish uchun Konstantinopolga keladi. Ayni paytda Lotinlar qo'shini Nikeyaliklarga qarshi dengizdan hujum qilishga ketgan va shaharni himoyasiz qoldirgan edilar. Konstantinopol yunonlari Nikeyaliklar qo'shini yaqinlashganini eshitib, ularga shahar darvozasini ochib beradilar. Ularning yordami bilan Nikeyaliklar shaharga kirib, poytaxtga osongina egallaydilar. Tez orada ortga qaytgan Lotinlar shahar qo'ldan ketganiga guvoh bo'ladilar. Nikeyaliklar bilan jangda mag'lubiyatga uchragan Lotinlarga kemalarga o'tirib, Yevropaga qaytishdan boshqa chora qolmaydi. Nikeya imperatori Mixail VIII Palelog 1261-yilning 15-avgustida Konstantinopolga tantanali kirib keladi. Shu tariqa Vizantiya imperiyasi tiklanadi. Endi Vizantiya dunyoning qudratli mamlakatidan unchalik katta bo'lmagan Yunon davlatiga aylanadi. Salib yurishlarining tugashi va oqibatlari So'nggi salib yurishlari Yaqin Sharqdagi vaziyatni o'zgartira olmaydi. Fransiya qiroli Lyudovik IX ning 1269-1270-yillardagi 8-salib yurishlari so'nggisi bo'ladi. Ko'p o'tmay salibchilarning sharqdagi mulklari birin-ketin musulmonlar qo'liga qaytadi. Salib yurishlari to'xtalishining asosiy sababi 13-asrning oxiridan G'arbiy Yevropa mamlakatlarida boshlangan o'zgarishlar bo'ladi. Ishlab chiqarish kuchlari o'sadi, o'rmonlar kesilib, ekinzorlarga aylantirila boshlaydi. Qishloq aholisining yersiz bir qismi tobora yuksalayotgan shaharlarga ketadi. Qirol hokimiyatning kuchaya boshlashi va mamlakatni markazlashtirish siyosati ritsarlarga qirol qo'shinida xizmat qilish imkonini yaratadi. Savdogarlar tinch yo'l bilan savdo-sotiq olib borishning afzalligiga yana bir bor ishonch hosil qiladilar. Salib yurishlari o'zining asosiy, ya'ni sharqda kuchli xristian davlatini yaratish maqsadiga erisha olmaydi.
Unda qatnashgan yuz minglab kishilar halok bo'lib, katta moliyaviy zarar ko'riladi. Lekin Sharqning yuksak madaniyati bilan tanishish Yevropa feodallari turmush tarzini keskin o'zgartiradi. Yevropa mamlakatlarida soliqlarni mahsulot bilan emas, pul bilan olish o'sib boradi. Ayrim feodallar qaram dehqonlarini to'lov evaziga ozodlikka chiqara boshlaydilar. Bugungi mavzumiz ham juda qiziq mavzulardan biri. Bizni kuzatishda davom eting, like bosib obuna bo'lishni unutmang.